Hakikatlarmi? Ha. Do'da? Qandaysiz? Yaxshiman bolam. Yaxshi bo'lib qolibsizmi? Xudoga shukr. Yaxshi bo'lib qolibsiz. Allohga men katta shukr. Aha. Harakat qilaman bolam. Aha. Xudoga shukr. Mana bir ikki marta kelgan bo'lsam ham Xudoga shukr yaxshi. Yomon emas. Yuram yotuvdi. Harakat qilaman. Esingizda bormi kelgan ahvolingizdan? Men o'shanda videoga olmayman deysiz dedi. O'sha videoga olishim kerak edi. Kelgan ahvolingiz bilan hozirgi ahvolingizni. Yuramni qo'yarlarmi? Ha, irom qolganlarni. Umringdan baraka top bolam. Ha, do'da. Bolalaringning rohatini ko'r. Qo'llaring dard ko'rmasin. Dard ko'rmasin. Xudoga shukr. Yaxshi bo'lib qolibsizlar, ko'z tegmasin. Hozir Xudoga shukr. 79sizda do'da? Ha. 79sizda hozir. Xudoga shukr. 79 yoshli. Ha? 79 yoshli. Bir kam 80. Xudo xolisi, xudo Xudo xolisi. xolisi. Yuzlarga to'layvering do'da. Voy, Voy. 100gami? Ha? 1000 emasmi? Hey. Yo, do'da, 100 ga to'ling, keyin men 1000 ga kiring deyman. Hop. Xudo xolisi. Xudo Mana qarang, xolisa. oyog'ingizda xudo xolisi, do'da. Уже oyog'i og'riq yo'q. Yo, mana ozgina bor ekan, lekin o'sha kuninglar ko'z tegmasin. Bor. Mana mashinangizni bo'sh qo'ying, bo'sh qo'ying do'da, bo'sh qo'ying do'da. Bo'sh qo'ying. Bizani ham sizni yoshingizga yetkazsa oloni o'zi, do'da. Amin. Bo'sh qo'ying do'da. Men prosta tekshirib oling hozir oyoqlaringizni. Ko'rdingizmi? Bironta hech qanaqa doktor anaqasiz mana xudo xohlasa bu ahvoldan chiqib ketyapsiz. Xudo xolisi. Xudoga shukr. Bir yarim oydan bir yotuvdi oruv bilan. 1,5 oy Bir bo'ldi. yarim oy turmushim. Baraka top, bolajonim, baraka top. Mana sizga keldi. Bolalaringning rohatini ko'r. Men 3-chi kelishdi bugun qara. Oyoq qo'llaring dard ko'rmasin. Mana qarang, oyoqlaringizda уже xudo xohlasa og'riq yo'q. Ha. Adashim teng. Ana qarang. Mana qarang, oyog'ingizda og'riq yo'q, do'da. Mana bunaqa qilolma o'yda. Bunaqa qilib, Aha. osmonga ko'tarib, bundoq tushiraman. Mamdo qilaman u yoqqa, bu yoqqa. Harakat. Mamdo. Yerga tushib ko'z tegmasin. Mayli-da tikkatek bo'lsam, mana kalavat bor-ku. Ha. Mana shu 4 metrga u yoqqa, bu yoqqa qo'lim bilan ushlab yuraman. Yaxshi. Kalvat kengashyoapti faqat. Mayli-da endi. Yaxshi vaqtida kelganinglar-da. Vaqtida endi biz ham nima mana sababchimiz-da. Hammasi Allohdan. Ha, hammasi Allohdan. Biz baribir sababchi qiladi deb bizani. Baraka top. Ha, mana shu odamga shifosini bersin deb ham bizani sababchi qilib Umringdan qo'yadi. baraka top. Mana xudo xolasa mana yomon emas. Umringdan baraka top. Xudo xolasa yomon emas. Mana o'sha kuni bu qilayotganda og'riq bor edi. Do'stam yotdilar. Necha kun bo'ldi hozir? 5 kun bo'ldi? 4 kun. Bu yoqqa kelganda 4 kun bo'ldi. Ha, siz Yo, mana bugun juma kuni keldi, o'shanga Juma olib kuni. Namangan ketaman dedi. ha, Namanganga borib keldim. 3 marta keldi dedi, 3-chi kun keldi. Yo, yaxshi. Ona xudo xolasa oyoqlari yaxshi. Xudo Mana xolasa. mana o'sha kunda og'riqlar yo'q. Ha, ana. Hozir qaddilarni rostlab kelganlarda ham o'zi qaron qoldim lekin. Ha. Yaxshi. Mana do'da xudo xolasa Alloh shifosini bersin. Voy bolajonim, umringdan baraka top. Shu shirin so'zlarni o'zi bo'ladi. Albatta, ana yaxshi gap ham bitta davo-da. To'g'ri. Baraka top bolajonim. Mana o'tirib. Mana o'tirib qarasiz stulda. Baraka top. Umringdan baraka top. Xudo xolasa do'da yaxshi bo'lasiz. Qo'rqmassiz. Qo'llaring dard Kesib ko'rmasin. olib tashlayman anaqa. Hamisha omon bo'lgin. Ha, olib tashlayman bilan olib tashlayman. Hamisha omon bo'lgin. Do'da xudo xolasa yaxshi bo'lib ketasiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Ha, mana Mana shu g'ayrat bolam. men tushyapmanmi qarang? Mana shu qizimcha. Tushyapmanmi? Qo'lni tushyapmanmi yo? Mana qo'ying. Bo'ladi. Xudo xolasa. Qimillasammi? Ha? Qimillasam doqsim. Yo, tursin, hech narsa qilmaydi. Hamisha. Ha? Yo, o'sha yuzlarni olmayapman deb biladi. Sizniki ham yo'q. Yo, shart emas. Shart emas. Manimizda. Ha, bo'ladi. Hamisha omon bo'lgin. Bo'ladi. Mana shu sen yetganingdek bolam har kuni mana shu qizim olib keladi. Xudo xolasa. Bo'ldi. Xudo Bo'ladimi? xolasa. Ha, xudo xolasa qarang. Qizim har kuni olib keladi. 8dan xudo xolasa 8-avgustdan 16gacha bo'lmayman, ishlamayman, do'da. Uchib ketaman-da. 8-chi nima bo'ladi? 8 xudo xolasa shanba bo'lyapti. Bir hafta. Mana bugun nima? Bugun xudo xolasa seshanba. Bugun 4-chi. Bugun seshanba xudo xolasa. Seshanba. Voy. Bosh qo'ying do'da, bosh qo'ying. Chorshanba, payshanba, juma. Juma kuni kelamiz a? Juma kuni kelib ketsangiz bo'ldi xudo xolasa. Oyoqlaringiz yaxshi, ko'z tegmas mana. Bosh qo'ying do'da, bosh qo'ying. Bosh qo'ying do'da. Bosh qo'ying do'da. Xudo xolasa oyog'ingiz yomon emas. Bosh qo'ying do'da, bosh qo'ying, kuchamang do'da.
kuchamang. Boshqang dedi. Dedi, qandaysiz? Endi bolam yetolmanu. Ha. Xudoga qilib yotibman o'yinga topsa ertalabdan. Aha. Qarab o'tiribdi menga. Ya qaraydi farzand bo'lgandan keyin dedi. Mana oyog'ingizni tushirib oling. Oyog'ingizni tushirib oling. Tushirib oling o'zi, ha, tushiring. Dedi boshqang. Yaxshimiz? Qorinlaringizni bir silab qo'ying. Manchi Qorinlaringiz. Ha, gapiring. nimagadir shu dori ichganda mana shu yerda qolib ketyaptimi deb Ha, o'sha, o'ylayman. mana o'shanga to'ppa to'g'ri hazm bo'lmaydi chunki Vatanlar deb ha, chunki mana bu yerda qarang, qorningizda Ha, mana shu to'ppa to'g'ri, mana shu qorningizda mana bu yerda spazm bor-da, dedi. Çok güzel. Mana qorningizda spazm bor. O'shani hozir ozgina bo'shatib qo'yaman-da. Ozgina bugun qarang, ozgina ichingiz ketib qolishi mumkin. Ichingiz ketib qolishi mumkin. Tamam, nima ekan deb qo'rqib ketmang, xo'p? Ha, ozgina mana bu yerdachi, mana bu yerda kichkinagina nuqtacha bor-da. O'shani men hozir ozgina tortib qo'yaman-da, bo'shatib qo'yaman. Ozgina bugun ozgina ichingiz ketib qolishi mumkin. Tamam, nima ekan deb qo'rqib ketmang, xo'p? Bu normal holat. Normal holat bu, xudo xolasa, yaxshi bo'lib ketasiz, qo'rqmang. Mana mana shu ozgina bo'shatib qo'yib qorningizni. Keyin rahmat. dodam bo'lasiz, dodam. Baraka top bolajonim. Umringiz Umring uzoq bo'lsin. Siz ham umringiz uzoq O'g'ling dard bo'lsin. ko'rmasin. Men so'raman mana oyinglar, adanglar. Yo'q, oyim bilan adamgilar o'tib ketishgan. Ancha bo'lgan 20 yil bo'lib qoldi, dedi. Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Alloh joylarini jannat qilsin. Joylaringizda bo'lsin. Joylarini jannat qilsin. O'tib ketishdi. Shunday farzandlarni dunyoga keltirib qo'yibdi, rahmat. Alhamdulillah. Allah rahmetini cennete buyursun. Rahmat. O 8 günden beri endi kecha azim içler geldi. Keldimi? Mana bugun ham qarang, mana 8 günden beri kelmedi. ha, mana hozir bo'shataman-da, xudo xolasa, ichinglarni ozgina yuvib yuboraman-da. Ichinglarni ozgina mana yuvib yuboraman-da, hozir xudo xolasa. Keyin doda tam nima qilyapti deb hayron qolmang. Hop. Bu mana anaqamda bu o'zi ishimda bu. Şifa, şifa. Bu tam qo'li tegib shifoyapti deb o'ylamang. Bu yerda bu ham bitta uslubda bu ham. Tam ekanini hayron qolmang. Hop. Ha, bolam. Qoningiz bilan hozir ozgina ishlasam, keyin bo'ldi. Hozir 3 minut chidab tursangiz ketasiz, bo'ldi doda. Xudo xolasa. Baraka top, Mana sizni baraka top. sizni mana ko'rdingizmi, shifo topganingizni ko'rib, mana shu odamlar ham ko'rib manfaat topadi mana shundan. Doda muzlar yoqmayaptimi konditsioner? Yo'q. Yaxshimi? Konditsioner yoqadimi? Bu ko'mak qanday? O'zi konditsioner ustida Shamollashdan deydi o'zi. yotmayman-u. Yo'q, bu yerda unaqa jama muzlar qilib qo'yganmanmi? Unaqa endi nafas olmaydi deb hozir o'chirib qo'ysam. Normalniy, xo'p. Doda ishlar o'zgardimizmi o'zi ham yaxshimi? Yaxshimi? Normalniy. Yaxshi. Жалоба yo'q. Ha, yaxshi. Yaxshi bo'ldi. Yaxshi. Жалоба yo'q. Unda mashina qo'shroq qidirib kelyapsam, yigitlar kelishayotganga xola, narvada teparvada, mayazini beradi. Shu atrofda turasizmi, unda yo'q, men doktor olib keldim bilan. Havoda beradi, oyog'ini tushirib, mashina bilmisim dedi, to'xtat. Voy, shunga kelyapmiz bizdan. Doda tushirib olib turing dedim. Voy, xursand bo'lib ketishdi. Men bu yerda yashayman, lekin doktorga kelyapsan, qanaqa doktorga? Xuddi shu aytayotgan doktorga men mana shu mana bir qilib yurishgan ekan. Mana ikkita yigitchi. Mana doda qarang, xudo xolasa, Buni olib kirganlar. mana xudo xolasa, mana bitta ham ozgina bor ekan. Ozgina bor ekan, hozir buni ham ozgina bo'shatib, ichinglaringizni sal bo'shatib qo'yaman deb qoningiz tortilib turibdi-da, o'shanga ham ichingiz yaxshi kelmayapti. Buni osteopatiya deydi, doda. Endi mana ketdi ichlari mana qarang, mana boshlandi mana. Ichlari g'oldir boshlandi mana. Ha, doda. O'ldiryapti. Nimaga kulyapsiz? Rostdan. Baytqo'rg'onga borishimiz kerak. Ha? Baytqo'rg'onga borishimiz kerak. Yo'q, maqsadsiz deyapman. Aytmoqchimanki. Ketib qolmaysizlar-ku. Yo'q, ichlari ketib qolmaydi. Yo'q, men aytmoqchimanki, mana hozir g'oldirab, sekin mana ichlari hozir yurib Yurish boshladi, yurish. Şeylar harakatga keldi. Tam ana ichga keltirilgan dorilar ichib o'tirmang, hop. Hop. Ichga keltirilgan dorilarni ichib o'tirmang. Xudo xohlasa o'zi shundan ham keladi. Sekin mana shu keyin safar kelganingizda eslatsangiz, men qoningiz bilan ozgina ishlab qo'yaman, hop dedi.
Ma'lummi? Xudo xohlasa. Kelganingizni yana bir eslatsiz, men yana qoningiz bilan ishlatib qo'yaman-da. Mana qoningiz xudo xohlasa mana anaqalaringiz, mushaylaringiz yumshadi. Xudo xohlasa yomon emas. Qani bu yoqni ko'raylik shuni. Yaxshi, yomon. Mana ketdi mana qoningiz g'oldir qotdi sekin. Nima yedingiz? Osh yedingizmi? Yo'q, qaymoq yedilar. Kecha osh yedi o'zi. Kecha kuyovi ayoldan osh Hozir bilasizmi? Ichingiz qoldirayotgan bilasizmi? Buni saqilmini o'qitayapsiz. Qaymoq yedilar, bitta sassiq yedilar. Ha, yaxshi. O'sha yarmini yedilar. Tuxum yedilar hali, xom qilib, qo'shida olib azin yedilar. Ha, xomroq qilibmi? Ha. Pishirib, Ha, xom pishirib. Ana bular bu masalasini ham yeb o'tirmang, hop. Ana mana buni yesangiz yaxshi bo'ladi, buni yesangiz zo'r bo'ladi deb hozir hamma doktor-ku hozir. Buni yesangiz yaxshi bo'lasiz, buni yesangiz yaxshi bo'lasiz. Tarvuzdan o'shagina bir bo'la yeydilar, tarvuzdan. Ozgina ichkariga tushsa yaxshi-da. Bo'sh qop tik turmaydi-yu. Ozgina yeb turish kerak edi. Qorinlarim ular pastga tushib ketgan. Endi ozg'inladi, buni ham. Uni ozg'inladi buni. Qarang. Suyayladi. Bittalar suya sanaladi. Doda 206 ta bo'g'ingiz bor. Mana shu yerda sanab chiqsa 206 ta suya chiqadi sizdan. Bak doda mana bittacha ozgina hozir ozgina mana tiz oriydi. Ozgina ichadi. Hali qarang, kechqurun ozgina ko'nglingizni aytdi. Bitta ko'taradi, keyin qo'yadi. Tam ekan qo'rqib ketgan, hop. Ko'nglingizni ko'taradi. Nafas olishingiz yaxshimi? Nima? Nafas olishingiz yaxshimi doda? Mana. Bo'ldi. Mana shu qorinda напряжение deydi-yu, zo'riqishlar bor-ku. Mana shular ham hammasi oyoqqa ta'sir qiladi. Oyoqqa, belga, keyin tozga, hammasi ta'sir qiladi. Hammasi. Mana ko'pchilik aytadi, qonini nima qilasiz deydi. Qorniga nima aytasiz? Deydi, oyog'i bel og'riyapti deydi. Amma hammasi bir-biriga sabab-da. Hammasi bir-biriga sabab. Masalan, bularda anatomiyani o'rgansa bo'ladi-da. Odam anatomiyasini bularda o'rgansa bo'ladi-da. Qayerda nima borligini ko'rib. Yo'q deng, ozg'inlar. Yo'q, hammasini ko'rsa bo'ladi. Mana masalan, men nimaga hozir gapirib o'tyapman bu narsani odamlar eshitsin deb gapiryapman-da. Ko'pchilik nimaga bunaqa bo'lyapti, nimaga bunaqa bo'lyapti, hayron qoladi. Sonda qandaysiz? Yaxshimi? Oyog'ingizni ko'tarib ko'ring. Uni oyog'ingizni ko'tarib ko'ring. Yaxshi dedi. Zo'r. Shu kuni eslaydami? Qiynalib o'tdingiz. O'ydan shunaqa qilyapti, lekin yurishga harakat qildi. Yo'q, bu endi sal og'riyapti-da, chidam yurolmayaptilar. Yo'q, endi harakat qilish. Mana alhamdulillah mana hozir tikka turdilar-ku. Alhamdulillah. Mana bir hafta 5 kunda уже tikka turdilar bular, xudo xolasa. Ha. Bu yana ham yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Ha. Ko'rdingmi, siz bu to'ra Bo'ldi, qilasiz. endi ketib yuzga bo'ldi, endi o'tirasiz. O'tgan joylarim mana shunaqa qilyapti. Bo'ldi. Lekin men qarang, mana shu yuryaptilar, kalat ochiq tomonda. Darrov g'oru voyda o'tirib Ha, o'tirib. bo'ladi. Bu hali sirasi ketadigan narsa masalan. Keyin yotganda qarang. Mana oyog'ingizni tushirib oling-da, buni tushirib oling. Yotganda oyog'ingizni ushlab turing-da, qarang, qo'yib oling oyog'ingizni. Boshlang, tashlamang oyog'ingizni, tashlamang, boshlang. Mana oyog'ingizni uchini sekin bundoq mana harakat qiling keltirishga. Qarang, bundoq qarang, doda. Qarang, bundoq Qanaqa qilyaptilar? mana shunaqa qilishga ko'proq harakat qiling, xo'p? Doda. Bo'ldi, endi ketib qoling, doda, bo'ldi endi. Darrov haydab olsammi? Bo'ldi, yoturasizmi? Doda, yoturasizmi endi? Lekin joyiga oldim. Bu doda turinchi men bitta ko'ring, to'xtayman. Tapchkalaringizni kezib qo'ying. Yotiring doda, yotiring, to'xtang. Oyog'ingizni bering. O'zlari tursinlarmi? Ya, men hozir kezib qo'yaman. Voy, sovuq-ku bilasizmi uni? Voy. O'zlari tursinlarmi? Yotaman o'zim, voy. Hozir yordamlashib to'xtang, yordamlashamiz, doda. Yordamlashamiz, voy, bilasizmi sovuqligini buni, doda? Keling, doda. Men sizga qarashyapman. Voy, mana dodam. Keling. Qarang, doda, endi-chi, shoshmang. Endi shoshmang. Keling. G'arajon, mana shu enga sho'raladi, Ha, yo'q, mana hozir tikiladilar-ku. Tikilmayaptilar. Qarang, doda turing. Mana bitta ko'ring. Qani ko'r, shuni bir aniq qilib. Keling, qo'lingizni bering. Ha, keling, qo'lingizni O'sha bering. tarafda. Ha, endi doda, endi sirazu sizga bo'lmaydi. Turing, sekin, qaddi sirasidan. Doda, qaddi sirasidan. Ha, keling. Keling, yuring-chi. Yuring doda. Qo'lingizni bering. Ikkinchisini bering. Ikkinchi qo'lingizni bering. Ha, bering. Ikkinchi